Assalomu alaykum, krasavitsalarim. Sizlar bilan har doimgidek Isakova Sitora, art-terapevt, pedagog, injener первой kategoriya, programmist. Bugungi mavzu nima uchun bolalar hozir dangasa va qiziquvchanlik yo'q. Xo'p, kichkina bolalarda qiziquvchanlik hamisha bo'lgan bo'ladi, 4 yoshgacha. Va biz ota-onalar afsuski, ko'proq siz desam, o'ldirib qo'yasizlar bolada qiziqishni. Chunki bolani qiziqishi olam o'rganayotgani, o'sha rozetkaga borib vilkani tiqib kelish kerak. Oyisi aytyapti, o'lasan, o'lib ketasan, tok uradi. O'lasan, o'lib ketasanni tushunmaydi 4 yoshgacha bola. Unga qiziq, qani bor tiqib ko'ruvchi bum qilarmikan, qilmasmikan. Demak, siz ishingiz shuni oldini olib, o'sha zatichka tiqib qo'yib, bolani himoya qilish. Suv to'kmoqchi, to'ksin. Nima qilasiz gilam? Kimga kerak hozirgi paytda gilam? Gilam kerak emas. To'kaversin yerga artib tashlaysiz. O'zini artishni o'rgatasiz. Qarabsizki, ham mas'uliyat, ham ish o'rgatyapsiz, ham bola nimagadir ham rivojlanyapti, aqlan va motorika bo'yicha o'zini xatosini to'g'rilayapti. Endi tushundi. Suvni to'kaversa, toshib ketar ekan. Bu ham bir fizika. Keyin kelajakda kerak bo'ladi bolaga bu narsa. Shunaqa qilib yoshligidan qiziqishi o'ldirilmagan bola, "Hay, aboya yertadi. Hay, endi kir qilyapti. Hay, o'lib ketsani stulni kir qildi" qilib, narsa o'ldirsin sallan deydigan odamlar bor-ku, который narsaga o'ch, shu turetskiy kiyimini, turetskiy mebelni sindirib buzib qo'ymasa, nimadir qilib qo'ymasa, ana shunaqa odamlar interesini o'ldirmasa bolada qiziqish uyg'onaveradi. Bolada keyin mana o'sha ham dunyoni o'rganayotgan mahalda rasman shu kraskaga qiziqishi ko'payib ketdi. Qora bo'yab ko'rdi, kraska, oq, shu bilan uy ketyapti. Dag'ara-dug'ur qilib kastrulya qilib ko'rdi. Barabanga qiziqishib ketdi. Bolani qiziqishi yoshligidan rivojlanadi. Shu yoshligida hamma qilib ko'rgan narsadan nimadir ichida ziz etdi, ana shuni olib ketadi. Lekin yoshligida hamma narsaga o'char, buving uxlayapti, boshim og'riyapti, bunaqa qilma, qilib o'ldirib qo'yavergan bola, sidit telefonni. Qiziqishing yo'q hayotda. Siz chakagin o'tsin deb telefon berib qo'yurdingizmi? Televizor yoqib qo'yurdingizmi? Lish bu uyingizni lishni raz biqitib, qaysidir idish tog'iga sindirib qo'ymasligi uchun. Endi nimani kutyapsiz boladan? Hech narsani kuta olmaysiz. Uje o'ldirib qo'ygan bo'lsangiz, unda 12 yoshgacha, 12 yoshdan keyin sal qiyinroq, lekin reabilitatsiya qilsa bo'ladi bu narsani hali o'tirib olib, uje 12 yoshdan siz sal ozgina bosim o'tkazasiz. Ozgina futbolga yozib keldim klubga sani. O'ynayman futbol, o'ynaysan. 2 oyga yopdik, o'ynaysan. Davay kelishamiz. Shu 2 oy o'ynaysan, baribir agar qiziqishing uyg'onmagan bo'lsa, boshqa narsa qilib ko'ramiz, o'zingning xohishingga qarab deb o'zidan so'rashi, o'ziga tashab qo'yishi, kerakli joyda bosim emas, baqir-chaqir qilib, san uchun odamlar zor qila olmaydi, sanoting pul to'lab qo'yibdi emas. Aynan shu bolam biza nimadandir boshlashimiz kerak. Xo'p, yoshligindan balki qaratmagandir, biz endi hozir qaratib ko'ramiz. O'ynab ko'r 2 oy. 2 oydan keyin yoqmadi desang, dogovor, всё, bormaysan. Обещаю, so'z. 2 oy olib borasiz. Ming'illaydimi, ting'illaydimi, asalim bolam, shakarim bolam, bo'tam qilasiz deb olib boraverasiz. Ko'pincha bolalar birdaniga qiziqish uyg'onib ketadi. "Yo, mayli, menga yoqdi, gol urdim, gol urdingmi? Trenering seni rosa maqtadi. Trenering mana bunaqa desa, rosa qobiliyatli ekansan. Ko'p to'la yomon yaxshi tutar ekansan deb, o'sha yerkansan deb siz qiziqishni uyg'otaverasiz. Unikimi? Eblab ketadi. Uniki emasmi? Давай фехтование попробуем. Давай suzishni попробуем. Shunaqa qilib, xilma-xillida bu juda ham charchatadigan narsa. Ota-onani yomon, ayniqsa 12 yoshdan keyin shunaqa burni ishgan mahali bo'ladi-yu, ding'illab, bing'illab, "Bormayman" deb eshikni taqlatadigan mahali. Sabr kerak. No bu yerda siz aybdorsiz. Chunki siz qiziqishi kelayotgan mahalda podдержка qilishni o'rniga o'ldirib keldingizda, endi qo'rqib ketyapsiz. Qiziqishi yo'q, hech narsa qilgisi kelmaydi. Nima uchun aynan shu yoshdan keyin juda ham qiyin o'rgatish? Chunki bu yoshda burni ishgan mahal, gormonlar o'ynayotgan mahal, yana uzoqni ko'ra oladigan aqlli bo'lib o'g'il bola bilan o'tirib olib, fiziologiya, gormon, что к чему uyalmasdan bemalol gaplash tushuntirib beradigan bo'lsa, osonroq o'tadi. Qiz bola bilan ona chiroyli qilib gaplash, murosa qilishni bilsa chiroyli o'tadi bu yoshdan. Agar ota-ona to'ng'i bo'lib, hech bilmay gapirmay, faqat uyat qo'rqitaversa, undan ham battar qiyinchilikda bu narsa o'tadi. Shuning uchun
12 yoshgacha bolani ko'p qiziqishini sformirovat qilish kerak. Хотя бы bitta qanaqadir muzikalniy instrumentmi, bitta sportmi, bitta o'sha robototexnika chizishmi, qanaqadir nimanidir qiziqishini ushlab olishingiz shart. O'shandan keyin katta bo'lgan sari endi men buni qilib ko'rmoqchiman. Biz robototexnikadachi, Roblox qilib ko'rdikda, o'shancha endi shu programmani qilib ko'rmoqchi edim. Oyi, deyaptimi? Momentida tutinglar. Bo'ldi, bolam. Xo'p, bolam, davay bolam, adasi shunaqa ekan, adasi davay, adasi mana bunaqa ekan qilib, birga shu qiziqishini o'stirib boraverasizlar. Lekin o'stirmagan bo'lsanglar, уже 12 yoshdan buyog'iga xavotir olgan bo'lsanglar, buyog'iga qiyin. Aytganimdek, gormonalniy izmeneniya, bola o'zgarib yotibdi, yoshi katta hozir именно shunaqa mahali, yana organizmi juda ham tez o'sayotgan mahali. Bola tug'ilganidan 2 yoshgacha vashshe tez o'sib ketadi. Keyin shu bilan qotadi. Shu bilan 9-10 yoshdan gormonalniy половое созревание bo'layotgan mahal tez o'sib ketadi. Yoki o'g'il bola qozon ovqat yeydi, qizlar doim yig'loqqa, shirinlikka tortgan, bu norma, uyquchi bo'lishadi. Uyquchi bo'lib faqat uxlasa, zo'rg'a turg'izasiz, kelishi bilan bu norma, bu erinchoqlik deyilmaydi. Organizm shunaqa tez o'syaptiki, yurak ulgurmayapti. Поэтому yurak toka-puka urayotganligi sababli tez charchab qoladi, tez kayfiyati o'chadi. Bu ham norma. Mana birinchi sinfga berganda 6 oy bolani qiynamanglar, har xil krujoklar bilan deyiladi-da. Chunki bola stressga tushib qolishi mumkin. Sekin-sekin hazm qiladi, keyin bosim ustiga qo'shaverasizlar. O'sha ingliz tilisi bormi, arab tilisi bormi, qaysi aralashtirib qo'shib borasiz. 6 oy maktabga o'rganish kerak bola. Хотя бы 3 oy. Va обязательно bitta muzikalniy instrument qo'shsanglar bo'ladi. Shunaqa qilib bolani erkinlik bilan o'stirsa, qiziqishlari ko'payaveradi. Eng muhimi ota-onani faqatgina поддержка qilishi. Imkoniyat borsa qilib berib, imkoniyat yo'qsa imkoniyatini topish iloji. Ota-ona bo'ldingiz, majbursiz ilojini topib berishga bolaga. Уже qiziqishini uyg'otmay o'ldirib qo'ygan bo'lsangiz, 12 yoshdan ham buyog'iga уже ozgina zo'rlab qaqadir olib borasiz-ku, kelishib, уже ular katta, ular уже aqli zo'r ishlaydigan mahal, ular bilan muammosiz kelishsa bo'ladi. Faqatgina afsuski, уже 12 yoshdan keyin bolani будьте любезны, ko'yniga, qovog'iga qarab turasizlar. Bugun kayfiyati bor, bugun kayfiyati yo'q shekilli. Buguncha целый uxlayapti, buguncha to'ng'illab yuribdi deb afsuski kayfiyatini podlavit qilishga to'g'ri keladi. Kayfiyati yaxshi mahal shu nimadir gaplashib kelishib olib boshlaysizlar-da, keyin ting'illamasa shuni oxirigacha olib borib turishni o'rganasizlar. Urishsiz, baqir-chaqirsiz, shantajsiz, remeysiz. U yoshda уже o'tmaydi, u yoshda уже bo'y o'sgan sari o'zi sdachi beradigan уже fiziologический bo'lib qoladi. Поэтому bu yoqda уже faqat kelishuv. 12 yoshdan keyin qo'rquv, urush bilan emas, faqat shu bechora bolani kayfiyatini, momentini topib kelishdan boshqa ilojingiz yo'q. Lekin 12 yoshgacha поддержка qilib kelgan bo'lsangiz, birdaniga bola so'lib qolyapti. Bu norma, bu shunaqa hozir o'tayotgan mahal. Eng muhimi hammaylar 2 yil katta bo'lgan gormonlaring o'zgarib varsin emas. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Bolam bo'tam, davay, o'zing xohlading qildik. Xohlasang mana buni qilib ko'ramiz. Xohlasang anavini qilib ko'ramiz. Siz bolani qiziqishi bilan qiziqishmasangiz, bolada qiziqish bo'lmaydi. Shunaqa qilsa bo'ladi.